Hammaga assalomu alaykum. Archalar olamini kuzatib borayotgan Archalar olamini muxlislari Telegram, Instagram kanallarimizda ham ma'lum bo'lib turinglar, xudo xolasa. Mana inshaalloh Polshadan, Yevropa, Gollandiya, Polsha, Italiya qilib xudo xolasa o'zim borib hammasini o'zimni ko'zlarim bilan ko'rib, mana shu metkalarigacha o'zim qo'yib tanlab olib kelgan archalarim yetib keldi. Eng nomer 1, eng toza sortlar Yevropadagi. Xudo xolasa eng arzon narxlarda faqat archalar olamida kiryapti. Mana bu amerikanolarimiz keldi. Bu pixtani ko'ringlar. Mana pixta norma. Haqiqiy искусственный bo'lib turadi mana bu archa. Haqiqiy искусственный archa. Lekin искусственный emas, bular живой hammasi. Buni o'tgan ham olib kirganmiz, yana olib kiryapmiz. Juda chiroyli o'sishlari ham, ranglari ham juda chiroyli holatda. Yana bir pixtamiz, yana bir sorti bor. Koreyskiy pixta deymiz. Mana bu yoqda koreyskiy pixtalarimiz ham kelgan. Kattasidan kichikroq qilib. Bular juda xitli. Buni internetga yozsalaring ham, Google'dan oqtarsalaring ham bu haqida ma'lumot kelib chiqadi. Fioletoviy rosa shishkalarni soladi, juda chiroyli, juda xit, juda ham shirin hid chiqaradi o'zidan. Keyin bu yoqda bryuchina daraxtimiz bor. Qishin yozin barg tashlamaydi. Mana bu manzara, landshaftlar uchun juda chiroyli. Bularımizdan ham mana oz qoldi. Bu yoqda можжевельник chupa-chupslarimiz bor mana. Qaranglar, rangini, sifatini ko'ringlar. Faqat archalar olamida eng sochnisi, eng sifatlisi bo'ladi. Bu yoqda arizonskiy kiparis. Arizonskiy kiparis. Hidi, rangi bizni iqlimga juda ham turib berishi bilan issiqqa chidamligidan O'zbekistonga keng taralgan bu ham, tarqalgan. Ya'ni bu da bonsai, можжевельник bonsailarimiz. Bu yoqda spirallar mana. Sveji. Faqat archalar olamida eng yaxshi narxda eng svejisini olasizlar. Xudo xolasa hammasi taylariga juda chiroyli holatda ko'chirtiramiz. Ko'chirtirib olib borib ekib berish xizmatimiz ham bor. Bizda faqat eng yangi, eng svejisi bo'ladi. Xudo xolasa berayotgan mollarimizga bizdan olgan klientlarimizni hech qachon tashlab qo'ymaymiz. Hammasini narsalar ekilgandan keyin dabrelarigacha o'zimiz tushuntirib, nima qilish kerak, qanday dorilar, qanday vitaminlar ishlatish kerak bularga. Bularni ham o'zimiz telefon qilib o'zimiz bilan bog'lansa hammasini tushuntiramiz inshaalloh qo'ldan kelgancha. Yana bir yangiligimiz kelgan, ko'rsatib qo'yaman. Blue Americanoni mana bu yoqda daromad qilaman, bo'sh yerim bor, bekor yotibdi deganlar uchun mana Blue Americanoni ko'chatlari kelgan. Juda keng ko'p holatda kelgan hammasi mana inshaalloh bularni olib bemalol ekib mana ko'rsatib qo'ying tomirigacha. Bular hech qachon nima deydi, yangi o'tkazilganlar. Mana shu garshokni o'zida katta bo'lgan, buni olib ekasiz. 2-3 yil qarabsizki, xudo xolasa tomorqangizda chiroyli bo'lib, oppoq bo'lib turib, oilaga yaxshi daromad. Inshaalloh bundan o'tgan yil ham olib kelib berganman juda ko'pchilik klientimga, yetmay qolgan. Mana hozir ham oz qoldi. Archalar olamidan uzoqlashmanglar. Like, podpiska, qanday savollar, qanday bir o'zlaringni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol Alloh qodir qilgancha, qo'limizdan kelgancha javob yozamiz. Xudo xolasa manzilimiz Farg'ona viloyat Quva tuman. Bu yoqda Andijondan kelishda 4-svetofor, Farg'onadan kelishda ham 4-svetofor. Metan propan zapravkani yonida joylashgan manzilimiz. O'tgan yil boshqa joyda turardik, bu yil ko'chdik yangi joyga. Xudo xolasa Telegram kanallarimiz ham bor. O'tib Telegram kanalimizga lokatsiyalarimiz bor. To'g'ri kelaverasizlar xudo xolasa. Podдержка uchun like esdan chiqmasin.